Ispaniya jahon chempioni. To'g'risi, dahshatli ravishda bu mundialni o'tkazishdi ispanlar va ularga hech kim teng kela olmadi. Faqatgina Belgiya terma jamoasi bir martagina ispanlarga gol urishdi. Qolgan barcha terma jamoalar Ispaniya terma jamoasining darvozasiga yo'l topa olishmadi va to'g'risini aytish kerak, bunday dominant futbol bilan yutgan terma jamoalar menimcha kamdan kam bo'lishi kerak. Ispanlarga tashakkur aytamiz bunday o'yin uchun va bunday mukammal darajadagi futbol uchun. Qachonlardir o'sha e'lon bo'yicha terma jamoalarga kelgan Luis de la Fuente hozirgi kunda ispanlarni dunyo futbolining cho'qqisiga olib chiqdi va tarix yana bir marta qaytarildi. Ya'ni 2008-yilda ispanlar Yevroni yutib, 2010-yilda esa ular jahon chempioni bo'lishgan edi va xuddi shu voqea yana bir marta sodir bo'ldi. 2024-yilda ispanlar Yevroda g'olib bo'lishdi va 2026-yilda esa ular yana bir marta jahon chempioniga aylanishdi. Hozirgi kundagi ispan futbolining darajasi juda ham yuqori va albatta bu final haqida gap ketganda Leo Messini ham aytib o'tish kerak. 19 yil oldin o'zi cho'miltirgan bolakay bilan 19-iyul kuni 19 yil o'tib va qachonlardir o'zi taqqan 19-raqamda o'ynayotgan Lamine Yamalga qarshi o'ynadi va barchasini xuddiki topshirib ketgandek bo'lmoqda. Juda ham ramziy ma'no. To'g'risi bu xuddi bir fantastika, qanaqadir bir Gollivudning kinolaridek ko'rinmoqda. Bu narsalarning barchasi o'xshab qolib, bu ramziy ma'noning kelib chiqishi ham Leo Messi uchun qandaydir bir kattagina yutuq. Barchasi uchun rahmat, Leo.